Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim mavzuni ko'taryapman. 2026 yildan pensiya masalasida odamlar orasida tarqalayotgan xavotirlar pensiya bo'lmaydi. Hamma nafaqasiz qoladi. Ishlagan yillar hisobga olinmaydi degan gaplar nimaga asoslangan? Nimasi haqiqat, nimasi noto'g'ri talqin? Bu ma'lumot har bir oila uchun muhim. Ota-onangiz, o'zingiz, farzandlaringiz, rasmiy ishlayotganlar, norasmiy ishlayotganlar, chet elda mehnat qilayotganlar, yakka tartibdagi tadbirkorlar, uy bekalari, mavsumiy ishchilar, hamma uchun. Men sizga qo'rqitish uchun emas, ko'zingizni ochish uchun gapiryapman. Eng katta xavf shuki, odamlar pensiya tizimini tushunmaydi, hujjatlarini tekshirmaydi, ish stajini nazorat qilmaydi. Keyin pensiya yoshiga yetganda nega menga kam chiqdi, nega umuman tayinlanmadi deb yugurib qoladi. Hozir shu videoni oxirigacha ko'rsangiz, qaysi xatolar pensiyasiz yoki juda kam pensiya bilan qoldirishini, qanday hujjatlarni hozirdan tayyorlash kerakligini, qayerga murojaat qilishni aniq bilib olasiz. Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni qancha ko'p odam bilsa, shuncha ko'p oila o'z haqini yo'qotmaydi. Men avvalo eng asosiy narsani oddiy qilib tushuntiraman. Pensiya degani shunchaki yoshga yetdim, davlat menga pul beradi degani emas. Pensiya ko'p hollarda mehnat staji, rasmiy daromad, sug'urta badallari, elektron bazadagi ma'lumotlar va hujjatlar asosida hisoblanadi. Oldin ko'p narsa qog'oz mehnat daftarchasi bilan yurardi. Odam 30 yil ishladimi, mehnat daftarchasi yozuv bo'lsa, arxidan tasdiq topilsa, maosh ma'lumotnomasi bo'lsa, shular asosida pensiya hisoblanardi. Hozir esa tizim asta-sekin elektronlashib boryapti. Ish beruvchi sizni rasmiy ishga olganmi? Mehnat shartnomasi elektron tizimda ro'yxatdan o'tganmi? Oylik maoshingizdan tegishli soliqlar va ijtimoiy to'lovlar ko'rinib turibdimi? Bularning hammasi muhim. Demak, men ishlayapman-ku degan gapning o'zi yetmaydi. Savol shunday. Siz rasmiy ishlayapsizmi yoki faqat og'zaki kelishuv bilanmi? Ish beruvchi siz uchun hisobot topshiryaptimi yoki yo'qmi? Sizning stajingiz bazada ko'rinyaptimi yoki yo'qmi? Mana shu joyda 2026 yil atrofidagi eng katta xavotir paydo bo'ladi. Odamlar pensiya bo'lmaydi deb tushunyapti. Aslida esa xavf boshqa joyda. Rasmiy staji yo'q. Daromadi hujjatda ko'rinmaydigan, yillar davomida norasmiy ishlagan fuqarolarning pensiyasi juda kam bo'lishi yoki ayrim hollarda to'liq yoshga doir pensiya olish uchun zarur shartlar yetmay qolishi mumkin. Ya'ni muammo davlat ertaga hammani pensiyasiz qoldiradi degani emas. Muammo shuki, inson o'z mehnatini hujjatda isbotlay olmasa, tizim unga siz ishlagansiz deb avtomatik ishonmaydi. Avval ko'plar shunday fikrda edi. Men ustachilik qildim, bozorda savdo qildim, fermada ishladim, qurilishda yurtdim, albatta hisoblanadi. Lekin rasmiy hujjat bo'lmasa, bu gapni isbotlash qiyin. Masalan, odam 20 yil qurilishda ishlagan, lekin birorta mehnat shartnomasi yo'q, oylik bank orqali tushmagan, soliq to'lanmagan, ish beruvchi nomi ham aniq emas. Pensiya tayinlash vaqtida bu 20 yilning ko'pi staj sifatida ko'rinmay qolishi mumkin. Shunda odamning ko'ngli sinadi, lekin kech bo'ladi. Asosiy qism bir, kimlar xavotir olishi kerak, kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin. Men birinchi navbatda kimlar albatta tekshirish kerakligini aytaman. Birinchi guruh, norasmiy ishlayotganlar. Agar siz do'konda sotuvchi bo'lib ishlasangiz, lekin ish shartnomangiz bo'lmasa, maoshingiz naqdni berilsa, sizni hech bir tizimda xodim sifatida ko'rsatishmasa, siz bugun pul olayotgandek ko'rinasiz. Lekin ertangi pensiyangiz uchun bo'shliq paydo bo'lyapti. Masalan, 35 yoshli ayol 10 yil tikuv sexda ishladi. Oyiga 3 million so'm oldi, lekin shartnoma qilinmadi. Qog'ozda u 10 yil davomida ishlamagan hisoblanishi mumkin. 55 yoshga borganda men axir sexda tongdan kechgacha ishlaganman desa ham tasdiqlovchi ma'lumot bo'lmasa, bu davrni pensiya stajiga kiritish juda murakkab bo'ladi. Ikkinchi guruh chet elda ishlayotganlar. Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlab pul yuborayotgan yurtdoshlar ko'p. Lekin savol, siz o'sha davlatda rasmiy ishlayapsizmi? Mehnat shartnomangiz bormi? Soliq yoki ijtimoiy sug'urta to'lovlari to'langanmi? O'zbekiston bilan o'sha davlat o'rtasida pensiya stajini tan olish bo'yicha amaldagi tartib bormi? Masalan, erkak kishi 12 yil chet elda ishladi, yaxshi pul topdi, uy qurdi, farzand o'qitdi, lekin hammasi norasmiy bo'ldi. Pensiya yoshiga kelganda O'zbekistondagi staji faqat 8 yil chiqsa, unda muammo tug'iladi. Chunki hayotda pul topgan bo'lish boshqa, pensiya tizimida staj to'plagan bo'lish boshqa. Uchinchi guruh, yakka tartibdagi tadbirkorlar.
o'zini o'zi band qilganlar va erkin kasb egalari. Masalan, taksichi, sartarosh, usta, repetor, dizayner, dasturchi, bozorda savdo qiluvchi, uyda pishiriq qilib sotuvchi. Sizda daromad bo'lishi mumkin. Lekin pensiya uchun to'lovlar masalasini e'tiborsiz qoldirsangiz, keyin staj yetmasligi mumkin. O'zini o'zi band qilish yoki yakka tartibdagi tadbirkorlik shakli orqali faoliyatni rasmiylashtirishning asosiy foydasi shundaki, inson men qonuniy daromad olyapman degan maqomga ega bo'ladi. Lekin ro'yxatdan o'tishning o'zi ham hamma masalani avtomatik hal qilmasligi mumkin. To'lovlar, davrlar, bazadagi yozuvlarni tekshirish kerak. 4-guruh ayollar, ayniqsa uzoq vaqt uyda bola tarbiyasi bilan bo'lganlar. Bu yerda ham nozik nuqtalar bor. Bola parvarishi davrlari ayrim tartiblarda stajga kiritilishi mumkin, lekin hammasi cheksiz emas va hujjat talab qilinadi. Masalan, ayol 25 yoshida farzand ko'rdi, keyin yana 2 farzand, jami 10 yil uyda bo'ldi. Agar oldin rasmiy ishlagan davrlari bo'lsa, bola tug'ilganlik guvohnomalari, ta'til haqidagi hujjatlar, ish joyi ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Agar umuman rasmiy ishlamagan bo'lsa, men bolalarimni katta qildim degan holatning pensiya hisobidagi ta'siri qonundagi aniq normalarga bog'liq bo'ladi. Shu sababli ayollar ayniqsa oldindan tekshirish kerak. 5-guruh. Sobiq korxonalarda ishlagan, lekin korxonasi yopilib ketganlar. Bu juda ko'p uchraydi. 1990-yillar, 2000-yillar boshida zavod, shirkat, fermer xo'jaligi, qurilish tashkiloti, savdo korxonasida ishlagan, keyin korxona tugatilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor. Lekin muhr noaniq, buyruq raqami yozilmagan, arxivda hujjat topilmaydi. Mana shunday odamlar hozirdan arxiv so'rovi qilib, ish davrlarini tasdiqlatib qo'yish kerak. Pensiya yoshiga 1 oy qolganda yugurish eng yomon yo'l. Endi kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz rasmiy ish joyida ishlasangiz, mehnat shartnomangiz bor bo'lsa, oylik bank kartangizga tushsa, ish beruvchi hisobot topshirsa, elektron mehnat daftarchangizda davrlar ko'rinsa, unda sizning vaziyatingiz ancha yaxshi. Lekin bu umuman tekshirmaslik mumkin degani emas. Men amaliyotda shuni ko'rganman. Odam rasmiy ishlagan, lekin tizimda 1-2 yil ko'rinmay qolgan. Familiya o'zgargan, hujjatlar mos kelmagan. Korxona ma'lumotni noto'g'ri kiritgan, maosh minimal ko'rsatilgan, aslida ko'proq olgan. Bunday xatolar pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Keling, raqamli oddiy misol beraman. 2 nafar erkak bor. Ikkalasi ham 60 yoshga yaqinlashgan. Birinchisi 30 yil rasmiy ishlagan. Maoshi o'rtacha darajada hujjatda ko'ringan, ish staji to'liq tasdiqlangan. Ikkinchisi ham 30 yil ishlagan, lekin 5 yili norasmiy, 10 yili past maosh bilan ko'rsatilgan. Faqat 5 yili to'liq hujjatda bor. Hayotda ikkalasi ham bir xil charchagan, bir xil mehnat qilgan. Lekin pensiya hisobida birinchisining holati ancha kuchli. Ikkinchisida esa staj va daromad bo'yicha muammo chiqadi. Adolatsiz tuyuladimi? Hayotiy tomondan adolatsiz tuyuladi, lekin huquqiy tizim hujjatga qaraydi. Yana bir misol. Ayol 20 yil maktabda ishlagan. Keyin 2 yil xususiy bog'chada norasmiy ishlagan. Maktabdagi davri yaxshi ko'rinadi. Chunki davlat tashkiloti, buyruqlar, maosh, arxiv bor. Lekin xususiy bog'chadagi 2 yil shartnomasi bo'lsa, keyin bog'cha yopilgan bo'lsa, uni isbotlash qiyinlashadi. Natijada ayol men 28 yil ishladim deydi. Tizim esa tasdiqlangan davr 20 yil deyishi mumkin. Farq katta. Endi men eng muhim nozik joylarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Mehnat daftarchasi borligi har doim ham yetarli emas. Mehnat daftarchasida yozuv bo'lishi yaxshi, lekin yozuv noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, muhr o'qilmasa, buyruq raqami bo'lmasa, tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa, arxiv tasdig'i kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa eski yillardagi yozuvlarda xatolar ko'p uchraydi. Masalan, pasportda Shokirova yozilgan, mehnat daftarchasida Shakirova deb ketgan. Bu bitta harf keyin katta muammoga aylanishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat maosh miqdori. Pensiya faqat stajga emas, ko'p hollarda daromad ko'rsatkichlariga ham bog'liq bo'ladi. Agar sizga aslida 5 million so'm berilgan, lekin hujjatda 1 million 200 ming so'm ko'rsatilgan bo'lsa, siz bugun ish beruvchi bilan soliq kam bo'lsin deb kelishgandek bo'lasiz. Lekin ertaga pensiya hisobida o'zingiz zarar ko'rasiz. Men buni juda ko'p odamlarga aytaman. Konvertda olingan maosh bugun qo'lga ko'proq puldek tuyuladi. Ammo kelajakda rasmiy daromad past bo'lgani uchun pensiya ham pastroq bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat minimal staj va pensiya yoshi masalasi. Pensiya olish uchun yoshga yetishning o'zi yetarli bo'lmaydi. Zarur ish staji talab qilinadi.
Agar yetarli staj bo'lmasa, boshqa turdagi ijtimoiy nafaqa yoki kamroq to'lov masalasi ko'rilishi mumkin. Lekin bu oddiy yoshga doir pensiya bilan bir xil emas. Shuning uchun baribir davlat qaraydi deb beparvo bo'lish xavfli. Davlat yordam berishi mumkin, lekin siz kutgan miqdor chiqmasligi mumkin. 4-nozik jihat chet eldagi stajni tasdiqlash. Chet elda ishlagan odam shartnoma, ish beruvchi ma'lumotnomasi, soliq to'lovlari, sug'urta hujjatlari, tarjima qilingan va tasdiqlangan hujjatlarni saqlash kerak. Men falon firmada ishlaganman, telefon raqami bor edi degan gap yetmaydi. Chet eldagi ish hujjatlarini vaqtida olmagan odam keyin o'sha firma yopilib ketsa, egasi almashsa, davlatdan qaytib kelganda isbotlash uchun yillar ketishi mumkin. 5-nozik jihat. Aliment, qarzdorlik, ijro hujjatlari va bank kartalari bilan pensiya aralashib ketishi. Ayrim odamlar pensiya tayinlangandan keyin kartasidan ushlab qolishlar bo'lishi mumkinligini ko'rib hayron bo'ladi. Agar sud qarori qarzdorlik, kredit majburiyati bo'lsa, bu ham moliyaviy hayotga ta'sir qiladi. Pensiyaga tayyorlanish faqat staj emas, umumiy hujjat va qarz holatini ham tartibga solish demakdir. 6-nozik jihat nogironlik, bo'g'uvchisini yo'qotganlik. Imtiyozli pensiya kabi yo'nalishlar. Hamma pensiya bir xil emas. Ba'zi kasblarda zararli mehnat sharoiti bo'lishi mumkin. Ayrim toifalarga alohida tartiblar qo'llanishi mumkin. Lekin bu imtiyozlar ham hujjat bilan isbotlanadi. Masalan, kon, kimyo, issiq sex, tibbiyotning ayrim yo'nalishlari pedagogik yoki boshqa maxsus stajlar bo'yicha hujjatlar to'g'ri yuritilmagan bo'lsa, imtiyozdan foydalanish qiyinlashadi. 7-nozik jihat. Mening tanishim shunday olgan degan gapga ishonmaslik kerak. Har bir odamning holati alohida. Tug'ilgan yili, jinsi, staji, ish joylari, maoshi hujjatlari, imtiyozlari, chet eldagi davrlari, bola parvarishi, harbiy xizmat. O'qish davri kabi masalalar farq qiladi. Bitta qo'shnining pensiyasi sizniki bilan bir xil hisoblanmaydi. Shuning uchun men doim aytaman, mish-mish emas, hujjat va rasmiy ma'lumot bilan ishlang. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Men sizga bosqichma-bosqich nima qilishni aytaman. Birinchi qadam, o'z mehnat stajingizni tekshiring. Agar sizda elektron mehnat daftarchasi yoki davlat xizmatlari orqali ko'rish imkoniyati bo'lsa, kirib ish joylaringiz, ishga kirgan va chiqqan sanalaringiz to'g'ri ko'rsatilganmi? Tekshiring. Agar internetdan foydalana olmasangiz, yaqinlaringizdan yordam so'rang yoki davlat xizmatlari markaziga boring. Ikkinchi qadam, qog'oz hujjatlarni jamlang. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta nusxasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjat, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, ish joyidan buyruqlar nusxasi, maosh haqida ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotlari, chet elda ishlagan bo'lsangiz shartnoma va tasdiqlarni alohida papkaga soling. Hujjatlarni uyda har joyga tashlab qo'ymang. Namlik, yirtilish, yo'qolish keyin katta muammo bo'ladi. 3-qadam, eski ish joylaringiz bo'yicha ro'yxat tuzing. Qog'ozga yoki telefonga yozing. Qaysi yillarda qayerda ishladingiz, korxona nomi nima edi, rahbar kim edi, manzili qayerda edi. Ishga kirish va chiqish sanalari taxminan qachon. Masalan, 1995-2003 yillar Navro'z tikuv fabrikasi, 2003-2007 yillar fermer xo'jaligi, 2002-2011 yillar maktab, 2016-2020 yillar xususiy firma. Shu ro'yxat keyin arxivga murojaat qilishda juda kerak bo'ladi. 4-qadam, agar korxona yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Tuman yoki shahar arxiv organlari orqali ish staji va maoshni tasdiqlovchi ma'lumotnoma so'rash mumkin. Arizangizda ism, familiyangizni, tug'ilgan sanangizni, ishlagan tashkilotingiz nomini, lavozimingizni, ishlagan yillaringizni aniqroq yozing. Agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, eski familiyangizni ham ko'rsating. Arxivda hujjat topilmasa, boshqa isbot yo'llari bo'lishi mumkin, lekin bu murakkabroq. Shuning uchun erta boshlash kerak. 5-qadam. Hozir norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz bilan ochiq gaplashing. Meni rasmiylashtirib qo'ying. Mehnat shartnomasi tuzaylik, oyligim rasmiy ko'rinsin deb talab qilishdan uyalmang. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Ish beruvchi keyin qilamiz, keragi yo'q, soliq ko'payadi-ya desa, bilingki uning qulayligi sizning kelajakdagi pensiyangiz hisobidan bo'lishi mumkin. Agar rasmiy ishga olishdan bosh tortsa, bandlik organlari yoki tegishli mehnat inspeksiyasidan maslahat oling. 6-qadam, o'zini o'zi band qilganlar va kichik daromad egalari faoliyatini rasmiylashtirsin. Agar siz sartarosh bo'lsangiz, uyda tikuv qilsangiz, taksi qilsangiz, repetitorlik qilsangiz, internet orqali xizmat ko'rsatsangiz,
Men kichkina odamman. Menga tegmaydi deb o'ylamang. Aynan kichik daromad egalari ko'pincha stajsiz qoladi. Rasmiy maqom to'lovlar. Hisob kitoblar bo'yicha soliq organlari yoki davlat xizmatlari markazidan tushuntirish oling. Sizga eng mos shaxs qaysi ekanini aniqlang. 7-qadam. Chet elga ketayotganlar oldindan hujjat tartibini bilsin. Ishga kirayotganda shartnoma talab qiling. Ish beruvchi nomi, manzili, soliq raqami, ish davri, lavozim, oylik ko'rsatilgan hujjatlarni saqlang. Har oy yoki har yil yakunida ish bergan tashkilotdan ma'lumotnoma olib qo'yish foydali. Hujjatlarni faqat telefonda rasm qilib saqlamang. Elektron pochta, bulutli xotira va qog'oz nusxalarini ham qiling. Chet eldan qaytgandan keyin tarjima va tasdiqlash ishlari kerak bo'lishi mumkin. 8-qadam. Pensiya yoshiga beyil qolganda albatta oldindan tekshiruv qiling. Men buni juda jiddiy aytaman. Beyil oldin xato topsangiz, tuzatishga vaqtingiz bo'ladi. 1 oy qolganda topsangiz, arxiv, sud, korxona, ma'lumotnoma jarayonlari cho'zilib ketishi mumkin. Agar erkak kishi 6 yoshga yaqinlashayotgan bo'lsa yoki ayol kishi pensiya yoshiga yaqin bo'lsa, hali vaqt bor demasin. Bugun tekshirsin. 9-qadam. Hujjatlarda ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana bir xil yozilganini tekshiring. Ayniqsa lotin va kiril yozuvlari, eski pasport, yangi ID karta, nikohdan keyingi familiya, diplomdagi yozuvlar farq qilishi mumkin. Bitta harf xatosi ham arxiv ma'lumotini bog'lashda muammo qiladi. Agar xato bo'lsa, tegishli organlar orqali tuzatish yoki tasdiqlatish kerak. 10-qadam. Pensiya masalasida rasmiy manbalardan foydalaning. Mahalladagi gap, Telegramdagi vahimali xabar. 2026 yildan tamom, hech kim olmaydi degan sarlavhalar sizni chalg'itmasin. Pensiya jamg'armasi davlat xizmatlari markazi bandlik organlari, soliq organlari va qonunchilikdagi rasmiy ma'lumotlarga tayaning. Agar tushunmasangiz, yozma ravishda murojaat qiling. Og'zaki javobdan ko'ra yozma javob keyin foydaliroq bo'ladi. Men sizga ariza mazmunini ham oddiy qilib aytaman. Masalan, arxivga murojaat qilsangiz, shunday mazmunda yozasiz. Men falonchi falon yildan, falon yilgacha falon tashkilotda, falon lavozimda ishlaganman. Pensiya hujjatlarini rasmiylashtirish uchun ish stajim va ish haqim bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman. Keyin pasport nusxasi, mehnat daftarchasidagi tegishli sahifalar nusxasi. Familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi nusxasini ilova qilasiz. Qanchalik aniq yozsangiz, izlash shunchalik oson bo'ladi. Agar ish beruvchi sizni rasmiylashtirmayotgan bo'lsa, o'zingiz uchun dalillarni ham saqlang. Ish jadvali, ish joyidagi yozishmalar, maosh olingani haqidagi bank o'tkazmalari, guvohlar, topshiriqlar, uniforma, ruxsatnomalar. Albatta, eng to'g'ri yo'l rasmiy shartnoma, lekin nizo chiqsa dalillar kerak bo'lishi mumkin. Men hech kimni janjalga chaqirmayman, lekin o'z mehnatingizni himoya qilishni o'rganing. Yana bir muhim maslahat, farzandlaringizni ham hozirdan o'rgating. Bugun 20-25 yoshdagi yoshlar pensiya hali uzoq deb o'ylaydi. Lekin pensiya 60 yoshda boshlanmaydi. Pensiya uchun staj 20 yoshdan boshlab yig'iladi. Yoshlar freelans, kuryerlik, taksi, onlayn savdo, mavsumiy ishlar bilan band. Agar hammasi norasmiy bo'lsa, 30 yil o'tib katta bo'shliq paydo bo'ladi. Shuning uchun har bir oilada rasmiy ishlash, soliqdan qochmaslik, hujjatni saqlash madaniyati bo'lishi kerak. Demak, azizlar, eng asosiy xulosa shuki, 2026 yildan hamma pensiyasiz qoladi deb vahimaga tushish to'g'ri emas. Lekin pensiya tizimi hujjatga, rasmiy stajga va rasmiy daromadga tobora ko'proq tayanayotgani haqiqat. Kimki yillar davomida norasmiy ishlasa, hujjatini yo'qotsa, elektron bazasini tekshirmasa, maoshini yashirin olsa, chet eldagi ishini tasdiqlatmasa, ana o'sha odam katta xavf ostida qoladi. Men sizdan iltimos qilaman. Bugunoq mehnat stajingizni tekshiring, hujjatlaringizni bir joyga jamlang. Eski ish joylaringiz bo'yicha arxiv ma'lumotlarini so'rang. Hozirgi ish joyingizda rasmiy shartnomangiz borligini aniqlang. Pensiya yoshiga yetganda yugurmaslik uchun bugun harakat qiling. Bu faqat sizning emas, oilangizning ham kelajagi. Kommentariyada yozing. Siz rasmiy ishlayapsizmi? Mehnat stajingizni tekshirganmisiz? Eski ish joylaringiz bo'yicha muammo bormi? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, aka-ukalaringizga, opa-singillaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida vaqtida qilingan bitta tekshiruv kelajakda yillar davom etadigan muammoning oldini olishi mumkin.